Uxlamayapsanmi? Uxlashga harakat qilyapman, xalaqit bermay turgin, iltimos sendan. Bugun Arzugulga hech aloqa qilmading. Bir kun uyg'onib ketdi. So'taydi, yotishini qaranglar. Xuddi bitta narsani do'ndirib qo'ygandek. Ha, la'nat yana boshlandi ya. O'z jamiyatga foydang tegadimi seni? Bugun 64 ming so'mlik obed qilding, tupoy. Pirashkaxonaga borganda 35 mingga to'yarding. Esingdami 4-sinfda, parallel sinfda Nurullo degan bola bo'lardi. Esingdami? Ha, esimda. Ha bo'ldi, hech narsa. Unutib. Rostdan ham ertalab 7 turishingga ishonasan? Yana mol. 6:10 ga, 6:15, 6:20 ga bir dunyo qo'yib qo'ygan. So'tak. Men ertalab turib yugurasanmi? Yo tualetga borasanmi? Yaxshi sportchimassan. Bo'lmasa sharmanda qilarding. Bo'ldi qol, bas qil. Esingdan bir oldin inglizcha kitob oluvding. Tugatdingmi? O'zi har kuni yarim soat o'qiyman, 3-4 kunda tugataveraman deb karilyatuvding. Tugatdingmi? Ey o'lchala, o'zing ham chala tug'ilgansan-da. Umring bekor o'tib ketyapti, aytib qo'y. Hech narsa yaramaydigan bo'lib qolyapsan. Unda men uxladim. Yana shuncha gapdan keyin qanaqa uxlaysan bilmadim. U yog'ini o'zing hal qilasan. Omma qaragin. Jonga tegdi xullas.